klinika rahbari o'tiruvdi-da, men vazifalarni mana bunaqa topshirasizlar desam, to'xtab turing, men o'zim vazifalarimni hali 100% bilmayman-ku deydi. Siz 100% vazifalaringizni bilmasangiz, qanaqa qilib xodimdan shuni 100% kutishingiz mumkin degan savol bor-da. O'shaning uchun birinchi navbatda butun baza данных bo'ladi miyamizda, uni qog'ozga tushirish kerak. O'zi vazifalar nimadan iborat, har bitta vazifa qaysi shaklda amalga oshirish kerak. Uni amalga oshirish uchun harakatlar nimalardan iborat bo'lishi kerak. O'sha narsa hammasi chek-listlar, reglamentlar, yo'riqnomalar qanaqadir tuziladigan bo'lsa, hozir sun'iy intellekt bor va bu juda oson. O'zingni o'ylab topishing kerak emas, juda katta yordam beradi sun'iy intellekt. Sen faqat saralab o'tirishing, mana to'g'ri, mana noto'g'ri, mana to'g'ri kelyapti, mana yo'q. Shu orqali agar tayyorlab olsak va keyin bosqichma-bosqich to'g'ri moslashtirish orqali xodimga bu narsani topshirsak, bajarib olgan paytida vaqtida qayta aloqa bersak, u biz xohlaganimizda ishlaydi.